Uyga tunikafon qilish, gipki kamin qilish va so'kliga granit qilish narxlari nech pul bo'layapti? Aynan mana shu video rolik orqali siz aniq va tiniq bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta videoga bitta like bosib, uyni qurilish qilayotganlarga videoni yuborib qo'ying. Biz hozir Andijon viloyati Marhamat tumani Rovot qishlog'iga yetib kelganmiz. Bu xonadonni biz mana shu tunikafon ishlarini bitirib bergandik. Darvozaxonalari ham bor, ichkariga kirib ham ko'rsataman. Xonadon egasi devorlarni gipki kamin, so'killarni esa granit qilgan ekan. Hozir narxlari bilan birgalikda tanishtirib o'taman. Xo'p, hurmatli do'stlar, uyga tunikafon qilish narxlari 1 kvadrat metri 140 ming so'mdan barcha xarajati ichida eng yaxshi tunikada qilib berilmoqda. Faqat tunikafon joyda kvadratiga emas, tunikani ketgan rasxodiga, ya'ni tunikafonda mana bu figuralariga qarab bukilgan, qayrilgan joylari ham yoyilgan holatda hisoblanadi. Endi do'stlar, gipki kamin bu mana shu turishiga hisoblanadi. Ya'ni mana shu joy agar 1 metrga 1 metr bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr bo'ladi. Xonadon egasiga barcha xarajati ichida bitishi xullas 90 ming so'm atrofiga tushibdi. Bu gipki kaminda yuvsa ham bo'lar ekan, chang-chung bo'ladigan bo'lsa, bemalol kartir urib mo'yka ham qilsa bo'lar ekan. Endi do'stlar, granitga to'xtaymiz. Bu granitimiz 1 kvadrat metri xonadon egasiga mana shu turishi, bu ham joyda kvadratiga hisoblanadi. Bu ketgan, bukilgan, qayrilganiga hisoblanmaydi. Buni 1 kvadrat metr o'rtacha 350 ming so'm atrofiga to'g'ri kelibdi xonadon egasiga. Aynan mana shu ko'cha tomonda o'zi qilingan hozircha, lekin ichkarilar ham keyinchalik bo'ladi. Endi sizlar bilan hurmatli obunachilar, ichkari tomonga qarab yo'l olamiz va ichkari tunikafon ishlarimizni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Bu darvozaxonamizning ko'rinishi, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Mana shu tunikafon ishlari xonadon egasiga 1 kvadrat metri barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan qilib berilgan. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizning xonadoningizni ham bizni Andijon tunikafon ustalari, usta Shohruxbek ustalari chiroyli holatda tunikafon qilib beradi. Sifatiga xudo xohlasa kafolat beramiz. Bu xonadonimizni mana shu ozgina joyini tunikafon qilib berishga keldik. Sababi biz aynan mana shu joylarni tunikafon qilib bergan edik. Endi mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, yana ozgina qurilish qilgan ekan akamiz. Mashaga ham erinmasdan yetib keldik. Xudo xohlasa mana shu joylarni ham mana bunaqa ko'rinishda tunikafon qilib beramiz. Gipki kamin narxlarini aytib o'tdim, tunikafon narxlarini aytib o'tdim, so'kil narxlarini aytib o'tdim. Qo'ldan kelgancha albatta do'stlar, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, videoga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ni gumburlatib bosib qo'yasiz. Ichkari shapkamizni mana shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. Sababi ichkari shapkaga pianino qilmaganimiz sababi bo'g'ib qo'ymaydi uyda, sal yorqinroq svetda bo'lib turadi. Gipki kaminga tunikafon aynan mana shunaqa chiroyli go'zal holatda bo'lib chiqadi, hurmatli obunachilar. Bu gipki kaminda ursangiz ham, boshqa qilsangiz ham mana hurmatli obunachilar, bukilib netib, nimadir bo'lib, shilinib, unaqa narsa bo'lmaydi ekan. Yuvib ishlataverasiz ekan. Faqat do'stlar, mana xonadon egasi yorqinroq svetdan foydalangan. Bu yerda qaranglar, mana romda atrofi mokri svetda bo'lgan. Devorda o'zi esa oqroq svetda bo'lgan. Men nima demoqchiman? Mana bu romda atrofini polnisi devorga qilib yuboradigan bo'lsangiz, uyingizni bo'g'ib qo'yadi. Bachkana qilib yuboradi. Aynan mana shunaqa fasonda qilsangiz, o'rtacha fason bu. Bu oddiy fason ham emas, o'ta hashamdor bachkana ham emas. O'rtacha mana shunaqa fasonda qilsangiz, xudo xohlasa sizning xonadoningizning gipki kamini ham chiroyli holatda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana tunikafon ishimizga bitta baho berib qo'ysa, o'zi aslida bu videoda tunikafon reklamasi ketgan. Endi qo'shimchasiga gipki kamin bilan so'killarni ham qo'shib yubordik. Xudo xohlasa mana ishlarimiz go'zal holatda bo'lib turmoqda. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomizda mana shu joyga yetgan yakun yasaymiz. Yana nimalar haqida video chiqaraylik? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zi men tunikafonchi ustaman, lekin sizlar uchun travertin deysizlarmi, so'kil deysizlarmi, yoki bo'lmasam burchatka yoki bo'lmasam dilik barel deysizlarmi, dorvoza deysizlarmi, har qanday sohani eng ustasini topib, xudo xohlasa sizlarga tavsiya qilaman va video roligini chiqaraman. Albatta fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi.